Eng ko'p qaysi viza turiga talab bor? Bizim Özbekistan'da en çok çalışma vizesine. Yani herhalde %90 O'zbekistonda eng ko'p ish vizasiga talab bor. Har holda 90%, balki 90%dan ham ko'proq miqdorda ish vizasi. Undan keyin so'nggi paytlarda oila vizasi ko'p so'ralyapti. Sog'liq vizasi va talaba vizasiga ham murojaatlar bor. Shuningdek, O'zbekistonda yashaydigan chet elliklar, jumladan Turkmaniston, Afg'oniston, Eron va afrikalik fuqarolar sayyoh vizasiga ariza berishmoqda. Afrikalı onlar da daha çok turist vizesine başvuruyorlar. Uy ishlari uchun viza berilishi kerakligi borasida elchimiz bilan ham fikrimiz. Biz uy ishlariga viza berilsin demoqdamiz. Ayni paytda uy xizmatlari bo'yicha arizalarning 50%ga viza chiqyapti. Bunda Turkiyadagi ish beruvchilarning moddiy holati ta'sirga ega. Uyida chet ellik xizmatchi ishlatgan turkiyalikning moliyaviy holati xizmatchisiga maosh, sug'urta, yo'l xarajatlarini qoplashdan ziyod yuqori darajada bo'lishi lozim. Bunda ish beruvchining oylik daromadi miqdori eng kamida $2500–3000 bo'lishi belgilangan.